istig'forni gunoh qilganda aytish kerak. G'aflatda qolganda aytish kerak. Bu yerda esa ibodatdan keyin, eng ulug' ibodatdan keyin, Alloh bilan rozi aytgandan keyin aytilyapti. Nima uchun desa, mashoyixlarimiz aytadilar-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ishni doimo o'zlari qilganlar. Qachon namoz o'qib salom bersalar, darhol 3 marta istig'for aytganlar va Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikrom aytganlar. Hikmati nimada? Hikmati shundaki, banda o'sha namozni o'qib, farzini ado qilib, Allohga qurbat hosil qilib, bo'ldi endi deb bo'shashib qolmasin. Ko'ngli boshqaga ketib qolmasin. Shuning uchun istig'for aytadi.